Hozir yoningizda bo'lganimda nima qilardingiz? Ko'p narsalar. Chunki meni bilasan, men o'ta ketgan jinni bo'laman. Qo'ysangizchi. Qara. Bo'g'ardim. Rostdanmi? Ha. Keyin yuzingga tupurardim. Yoqimli eshitilarkan. Keyin og'zingga to'kib tashlardim. Allo? Hey! Eng yoqtiradigan so'kinish gapingiz nima? Idin naxoy. Bu gapni menga aytdingizmi yoki savoling nima edi? Yoqtiradigan so'kish so'zingiz. Idin naxoy. Men bila olmayapman, siz meni so'kyapsizmi yoki savolimga javob beryapsizmi? Yana bir marta takrorlayman. Ha. Eng yoqtiradigan so'kish. Ko'ting boqsana. Hozir qo'yib yuborsam qiziq ish bo'lardi, ha? Nima? Deylik bunaqa qilib. Do'stim eding-ku. To'xta bilan. Hazillashdim o'rtoq. Bunchalik bedaraz emasman. Do'stim, seni qo'yib yuborasan deb o'yladim. Nega to'xtatganimni bilasizmi? O'zingizni esingizdan chiqdimi? Masturbatsiyani chalg'itganingiz uchun. Olimlarning aytishicha, agar sen o'rgimchaklardan qo'rqsang, ular yotoqxonangda paydo bo'lib qolishadi. Qiziq. Men Luiza opadan qo'rqaman. Men Munisa opadan qo'rqaman. Men Eva Elfidan qo'rqaman. Men porno aktyor. Bля! Do'zaxga xush kelibsan, bolakay. Ha, senga gapirdim. Nega qamashdi? Senga gapiryapman, azizam. Nega qamalding? 2 kunda 17 ta erkakni zo'rlaganim uchun. Ibodat qilishni bilasanmi? Men aslida xudojo'y odamman. Ey xudo. Qimirlamay tur, qimirlama. Qarshilik qilmasang hammasi tez bo'ladi. Sen bariga chidaysan, do'stim. Men uchun ibodat qil, do'st. Qo'shiq aytishimiz shartmi, dada? Albatta, o'g'lim. Odamlarga bu yoqadi. Ularga yoqqanini qayerdan bilamiz? Agar ular bunday qilishsa, mazza qilyapman, davom etinglar deyotgan bo'ladi. Agar bunday qilishsa, ular ashulanga qarsak chalishayotgan bo'ladi. Agar bunday qilishsa, ashuladan kayf olayotgan bo'ladi. Shunday ekan, hech qachon shashtingni tushirma, o'g'lim. Davay birgalikda. Ey, opa. Fokus ko'rsataymi? Bobur, nimalar qilyapsan? Ey, xudoyim, uzilib tushadi hozir. Yo'q, hammasi yaxshi. Yaxshi emas, uzilib tushdi. Agar sen depressiyada bo'lsang, demak sen g'amginsan. G'amgin bo'lmaslikning yagona yo'li bu baxtli bo'lish. Steve Jobs shunday degan edi. Chupate moñaño.